Assalomu alaykum hammaga. Bugungi obzorimizda do'konimizni hamma mashinalarni to'liq assortimenti bilan tanishtirib chiqamiz. 150 xildan shu mashinamiz bor. Mana shu do'konimiz o'zida pastda tepada ikkinchi etajda 150 xil turibdi. Hammasini narxlarini aytib ketamiz. $100 dan boshlanadi. $450 gacha. Hozir mana shu do'konda turganlari hammasi. Birin-ketin tanishtirib ketamiz. Ko'rib borsangiz bo'ladi. Mana shu mashinamizning qora qizili bor. BMW Z4 modeli. $100 dan qilib beramiz. Buni 1.750.000 qilib beramiz. 2 kishilik bo'ladi. GT 63 qizili ham bor, buni ranglari bor hammasini. Buni 1.800.000 so'm kelishtirib beramiz. Qizil qora ranglari bor. Toyota'lar bular hammasi bir xil narx. 1.800.000 so'mdan bunaqa Jeep Wrangler modelimiz bor. Bu ham brendovый narsa, original. Toyota bu ham litsenzionni original. $180 dan qilib beramiz. Shu Jeep Wranglerni pushti rangi 1.750.000 qilib beramiz. Ammo Mercedes buggy mashinamizni oldi farlari, orqa farlari, tepalari yoni hammasi 4 ta motorli. 1.900.000 so'mga 938 qizil qoralari bor. 1.750.000 so'm. 906 buggy bo'ladi bu. Laboylari, tep farlari, orqa farlari hammasi yonadi. Buggyimiz ham shunaqa narx, bir xil narxlari. TJK 900, 1.600.000 so'm qilib beramiz. Dastavkasi ichida hammasini dastavkasi bepul, hamma aytayotganlarimizni 1.750.000 qilib beramiz. Mana 1.800.000 so'mdan yashili, qizili, pushti, oq, qorasi ham bor buni. 1.900.000 so'mga katta 2 kishilik 612 modelimiz. 906 1.800.000 so'm. 2.400.000 ga 2 kishilik. Bu ham Jeep Wrangler. 2.400.000 so'mga mana 819, 8199, 816 ham shunaqa narx. 2.400.000 so'm. Katta motorligi bu. Bunaqa katta motor bo'ladi. 50 vatli. Mana ham $105 qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa qora qizili bor. $145 dan mana hammasi shu oxirigacha. Mana ham $100. Yo, $105 atrof chiqadi, 1.400.000 so'm atrof chiqadi bu. Litsenzionni original, bu ham shunaqa narx, bu ham shunaqa narx. Buni $180 qilib beramiz. 1.800.000 so'm. Buni qora, qizil, oq ranglari bor. Li6li. S63 $230 qilib beramiz hozirgi kunda. Ko'ki bor, oqi bor, yashili bor. Maserati monitorli, bu ikkalovi ham monitorli, mana shu uchalovi bu ham monitor, bu ham hammasi monitorli ekan. $280 qilib beramiz. Buni ham $280 qilib beramiz. Bu driftnoy bo'ladi, 4 ta motorli. Ikkalovi ham 2 kishilik bo'ladi. BMW 2188 qizil, qora ranglari bor. Buni $300 dan qilib beramiz. Litsenzionni driftnoy bo'ladi. Siam modellarimiz. Bu ham driftnoy 2 kishilik, tepasiga odam o'tirib olgan sidenalari ham bor. Yosh kattaroq odam o'tirib olsa ham bo'ladi. Ravelto, buni pulti bo'lmaydi. Ruchnoy tormoz, 600 vatli motor, juda ham tez yuradi, 20 dan oshib yuradi. Maserati qizili Goofy modellarimiz bor, 1.900.000 so'mga. 2.800.000 so'mga bunaqa reduktor motor deyshadi. Shu 150 vatli motor, 24 voltga 7 amperligi, bu ham 24 voltga 7 amperli. Bu arzonroq 2.5 million chiqadi. 209 mototsikllarimiz 2.300.000, Poliseski 008 modelimiz 2.400.000 so'm, 1.700.000 so'm. Hamma mototsikl assortimentlarimiz ham ko'p, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Harley Davidsonlar bor, amerikanskiy brend. 8.000 so'mdan boshlanadi mototsikillarimiz. Buggylarimiz bor, mana 001. Bu ham juda ham baquvvat qilib ishlangan. Original litsenzionni $300 dan bu. Hozir o'zi 350 dan sotardi. Monitorli, 2 kishilik, sizdan oldinga orqaga suriladi. Original buggy 8688, 913, 24 volt, 12 volt, 8688, 903 buggy, 1218, S22. Hozir hammasini narxini esimda yo'q. Screenshot qilib tashlab bersanglar, men narxi bilan xarakteristikalarni yozib yuboraman sizlarga. Narxini mana shu bozor narxida qilib beramiz, dastavkasi ichida. Mana boygi Royce qorasi, Lina qizili, kichkina Mercedes 9988 modelimiz. Bu ham narxlar zo'r chiqqan. 1.5 million qilib beramiz, dastavkasi ichida. 938, 2.100.000, yana ham kelishtirib beramiz. 7188, 2.400.000 so'm. 2.800.000 so'mga bunaqa original
Brabus modellarimiz bor. Bu ham litsenzionni ust avtokraskaligi. Eng fullidan Rolls Porsche'larimiz. Assortiment 150 xil. Bemalol zakaz berilib, pastki nomerlarga chiroyli qilib chiqarib beramiz. Drift modellarimiz ham kelgan. Traktor, siniy traktor bor. 307 modellarimiz. 307 dan 3 million bir qilib beramiz. Litsenzionni original 24 voltli 55 watt 2 kishilik bo'ladi. Qora qizili bor hozirgi kunda. Brabus kattasi 86 89 modelimiz. Brabus emas, oddiy G65 varianti. Yana unaqa sabz rangligi ham bor, unaqa bordoviy ranglari bor. Porsche GT63 klassika modelimiz ham. Porsche, Audi klassika. Mercedes GT'ning 2 kishiligi, Audi'ning mana Q8 originali. Kimga qanaqa mashina kerak bo'lsa, pastki nomerga aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Dastlabki bepul, borgandan keyin puli to'lanadi. Like bosib qo'yinglar. Ko'pchilik ko'rishiga manfaatli bo'ladi. Rahmat hammangizga.